Man sizga qarsillama somsa xamirini o'rgatgunimcha siz bitta layk bosing. 300 mg sut, yarim choy qoshiq dro'ja, bitta tuxum, yarim choy qoshiq tuz, ozgina yog' solib 4-5 piyola oliy navli un qo'shamiz. O'rtacha yumshoqlikda xamir qilamiz. Xamir tayyor bo'lgach, 6 ta bo'lakka bo'lib 15 minut tindiramiz. Tingan xamirlarni birin-ketin yoyamiz. Xamirni yoyishda un bilan kraxmaldan foydalanamiz. Hammasini yoyib bo'lgandan keyin birin-ketin ustma-ust qilib, orasiga slayonni testoga mo'ljallangan margarin suramiz. Surib bo'lib, yaxshilab tortib o'rab 1 soat morozilkaga jo'natamiz. Ungacha xohlagan nachinkalarni tayyorlashingiz mumkin. Morozilkadan xamirimizni olib, bu xamirni faqat chetini yoyamiz. Yoyib bo'lgandan keyin ichiga nachinkasini solib, videoda ko'rsatilgandek tugamiz. Men tugayotganda qo'limni kraxmalga botirib oldim, shunda tugishim oson bo'ldi. Somsalarimizni 180-200 gradusga 40-45 minutga pechkaga solamiz. Agar video sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, men bundan xursandman.